وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتتين هلا أحدثت شفرتك قيل أن تضجعها. Bir odam, bir yigit qo'yni yotqizib qo'yib, qo'yiga ko'rsatib pichoqni chaqladi. Payg'ambarimiz ko'rib turibdilar. Qo'yni oyoq qo'lini bog'lagandan keyin pichoqni qo'yga ko'rsatib, sharaqlatib qilganda Sarvar olam, ey bola, zolim, 2 marta o'ldirasanmi qo'yni? Na chaqlatib pichoqni bunga ko'rsatyapsan. Bu bitta o'ldirganing. Pichoqni ko'rganda bir o'lar ekan hayvon. Ikkinchi u so'yishing, bunaqa qilma. Qo'y so'yishda azizlar nihoyatda rahm shafqat bilan qadimgi qassoblarimiz mana shu muborak hadislarga qaraganda suv ichkizib qo'yga yotqizib bo'lgandan keyin pichoqni ko'rsatmay sovuq suvni ichkizish kerak. Sovuq suvni ichkazgandan keyin pichoqni ko'rsatmagan holda bismillah Allohu akbar deb tortiladi. Uy Allohning maxluqi hayvon. Alloh shuni zabhga sizni bizga ne'mat qilib yaratibdi. Endi ne'mat ekan deb bunga bir masxaraomuz qarab pichoqni ko'ziga ko'rsatib boshqa qilib o'sha jonivor biladi shu pichoqda so'yilishini. Shunda joni uzilib qo'ya qolaydi ekan.